Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning bu qitimqi Xitoy ziyorati mezgilida Uyg'urlar masalasida keskin pozitsiyasini namoyon qilishi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qizg'in olqishiga sazovor bo'lib qolmasdan Germaniya matbuotlarida intayin zo'r ta'sir qo'zg'adi. Annalena Baerbock xonim Xitoyni ziyorat qilishdan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Yevropa Sharq Turkiston birligi qatorliq ko'plagan tashkilotlarning mas'ullari Germaniya Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib va Annalena Baerbock xonimga alayda maktub yo'llab, uningdan Xitoy ziyorati jarayonida Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini tanqidlashini va Xitoy hukumatini BDT kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan o'tgan yil 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga amal qilishga chaqirishni talab qilishgan edi. Germaniya xabarlar to'ridan ma'lum bo'lishicha, Annalena xonim Xitoydagi ziyoratining 2-kunida, ya'ni 14 aprel kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning kishilik huquq xotirasi haqida so'z ochganini keskin qilib, Xitoydagi fuqarolarning jamiyatga aralashish doirasi borgan sir tariyotidi. Kishilik huquq ojizlab mengwatidi. Uyg'urlarga nisbatan buning nimadan derak berdiganligi kishilik huquq oliy komissarligining dokladida oq, qarz qora holda noit aniq yozilgan degan. Annalena xonimning so'zlariga Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang raddiya bergan. U Uyg'urlar masalasining kishilik huquq masalasi emas, balki zo'ravonlikqa, terrorlikqa va bo'lginchilikka qarshi turish masalasi ekanligini ilgari surgan va bugungi kunda Xinjiangda ijtimoiy vaziyat muqim, iqtisod gullangan, millatlar ittifoqlashgan bo'lib, xalq tinchlik va baxt ichida yashaydi deb bildirgan. Qin Gang yana Xitoydagi kishilik huquqning chekinayotganligi haqidagi so'zga bo'lsa, har bir davlatning o'ziga xos ahvoli, madaniyat va tarix orqa ko'rinish borligini nazarda tutganda, dunyoda kishilik huquq masalasida birdek o'lcham yo'qligini ilgari surgan. Holbuki Germaniya Tashqi ishlar ministri Baerbock buning raddiya berib, dunyoda kishilik huquqning o'rtaq o'lchami borligini o'ttirib qo'ygan va uningga BDT nizomnomasi va BDT kishilik huquq ahdnomasini asıltib, BDTga a'zo davlatlarning bu ahdnomalarga qo'l qo'yganligini ta'kidlagan. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning Xitoydagi ziyorati mezgilida kishilik huquq masalasida keskin pozitsiyasini namoyon qilishi chet ellardagi Uyg'urlarning olqishiga erishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 14 aprel bayonot e'lon qilib, uning iztirob chekayotgan millionlagan Uyg'urlar to'g'risidagi aniq so'zni qarshi oldiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Isa apandim bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida Germaniya Tashqi ishlar ministrining Uyg'urlar masalasini bevosita tilga olishi bizga umid beradigan ahvol dedi. U so'zni mundaq dedi: Baerbockning Uyg'ur masalasini tilga olishi bizni umidlantirdi. Chunki oldin qatli Fransiya prezidenti Macron Xitoyga berib kishilik huquq masalasini butunlay nazardan saqit qilgan hamda Xitoyga yolurgan pozitsiyada bo'lgan edi. Bu bizni qattiq umidsizlantirgan. Biroq Yevropa ittifoqidagi muhim g'ol davlat Germaniya bo'lsa, Xitoyga ochiq ifodada bo'lishi intayin muhim ahamiyatga ega. Demak, Uyg'ur masalasidan Xitoy hukumatining otlab o'tib ketolmaydiganligini, kishilik huquqdan iborat qimmat qarashda ching turgan davlatlarning yanada Xitoyga besim qildiganligining ifodasi. Dolqin Isa apandim ta'kidlab mundaq dedi: Xitoy hukumati har xil usullar bilan G'arb demokratiyasi va Yevropa ittifoqini parchalashga urinayotgan paytda Germaniyaning bundaq pozitsiyada bo'lishi intayin muhim. Bu yangi hukumatning protokolda Uyg'ur kishilik huquq masalasini muhim kun tartiblarining biri qilib bekitgan. Mana bu hukumatning bu protokolga sodiq qolganligini ko'rsatib berdi. Biz Germaniya hukumatidan buningdan keyin Uyg'ur masalasida yana aktiv bo'lib, Uyg'urlarga munosabatli qonunlarni chiqarishini, Amerikaga o'xshash bu zulmni irqiy qirg'inchilik deb tonishini talab qilamiz. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Germaniya bo'lsa faqat Yevropa birligi bo'yicha emas, balki dunyo bo'yicha Xitoyning eng chong savdo sheriklarining biridan iborat. Shundaqla Germaniya Yevropa ittifoqining parovuzi. Bundaq bir ahvol ostida Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning Xitoydagi ziyorati mezgilida Uyg'ur masalasini keskin bir ifoda bilan o'ttirib qo'yishi nimadan derak beradi? Uning harakati Yevropa birligiga a'zo davlatlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu haqda istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi Dr. Erkin Akram o'zining qarashlarini bayon qilib, mundaq dedi: Germaniya Tashqi ishlar ministri Baerbockning Xitoy ziyorati bu 2001 yilida Amerika prezidenti George Bushning Shanxaydagi EPEC yig'inida qatnashgan vaqtida Jiang Zemin bilan birlikda muxbir kutilish jarayonida u paytda Jiang Zeminga shuni degan: ya'ni terrorizmni bahona qilib turib Uyg'urlarningki inson haqlarini dafsand qilolmaysan degandek.
Bu da mı Berpork'un bu muhbirlarını kütülüş jarayonida, yani Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan yana mushu Uyg'urlarga sahib chiqqan bir gapni ifoda qilgan bo'ldi. Demek ki bu Avrupa Birliği bo'lsin yoki Germaniya bo'lsin, hozirgi hukumati bo'lsin, yani Avrupa'nınki, G'arb davlatlarininki qimmat qarashlariga sahib chiqqanligini, yani bu iqtisodiy manfaatning qarshiligida bu qimmat qarashlarni satmaganligini ko'rsatdi. Bundan evvel Avrupa Birliği'nin komiteti reisi bo'lgan von der Leyen Xitoyga borgan joyda Türkistan'da inson haqlarini tilga olgan. Ama bu Fransa Cumhur Reisi Macron'nki degan gaplar bilan selishtirgan chog'da farqli. Aslında Xitoy Avrupa'nın ichida bunday farqlilikni yaratishni xohlaydi. Chunki Avrupa'nın içi bölünse, Avrupa texim asan Xitoyga beqindi. Avrupa agarda bölünse, Xitoyga beqinsa, Amerikadan yiroqlashadi deb o'ylaydi. Yani jig'ib kelgan chog'da Avrupani qo'lga tushirib olgan taqdirda Xitoy u vaqtida bu Xitoyning 21-asrda super davlat, yani jangir davlat bo'lishininki eng asos bo'lgan bir projeni, yani yeni İpek Yolu stratejisini amallashtirgan bo'ladi. Chunki Avrupa hozir bo'lmay turib, Xitoyningki bu stratejisi amallash qiyin. Ondan başka Amerika'ya takabül turish uchun Xitoy hem bu Rus, Orta Şark, Afrika, O'rta Osiyodan başka mushu Avrupani o'ziga tortib olgan vaqtida Amerika va Avrupani orasida bir ziddiyatni chiqarib yaratgan taqdirda Amerikaga takabül tura oladigan bir ahvolga ega bo'ladi Xitoy. Ondan başka Avrupa'daki Uyghur Şark Türkistan teşkilatlarının faaliyetlerini çeklaydigan yoki buni faaliyetlerini to'xtata bunda bir imkonga erishishga tirishayotdi Xitoy. Shuningga Avrupa Birligi va Avrupa davlatlari Xitoy uchun nayt muhim. Xitoyni yoqlaydigan nurg'un Avrupa davlatlari bor. Shuningga Xitoy mushundaq bir kozurlardan foydalanib, Avrupa bilan yangi bir munosabatni taraqqiy qildirishga tirishgan ve keyingi aylardan beri bo'layotgan ziyoratlar hamsi mushuni ko'rsatdi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga oid uchurlarni chet eldagi tashkilotlar bilan o'rtoqlashgan fuqarolarni qattiq jazolayotganligi, bu kishilarning josuslikqa qarshi turish qonuni bo'yicha javobgarlik tortilayotganligi oshkorlandi. Xitoy doiralarining ilgari surishicha, ommaviy tashkilotlar va chet el kuchlari bu uchurlarni majburiy emgak munosabatli yolg'onchilik to'qish, Xitoyga tuhmat qilish ham Xitoyning obrazini ishonchsizlashtirish uchun qo'llanmoqda ekan. Lekin Xitoy doiralarining e'lon qilgan bu vaqtdagi rasmiy uqtirishida agar Uyg'urlarga oid bu uchurlar rost bo'lmasa, nima uchun bu kishilarning josuslik bilan ayblanib bundaq og'ir jazolanganligiga hech qanday tushuncha berilmagan. Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komiteti 14 aprel o'zining to'g'rida chet el ommaviy tashkilotlari bilan Uyg'urlarga doir uchurlarni o'rtoqlashib qo'lga olingan va josuslik bilan ayblanib jazolangan 6 deloni e'lon qilgan. Xitoyning 15 aprel davlat bexatarlik ta'lim-tarbiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Xitoyning josuslikqa doir delolarni oshkorlashi oz uchraydigan ahvol bo'lsa-mu, biroq uning Sharq Turkistondagi tutqun, lager va majburiy emgak munosabat uchurlarini oshkorlagan Xitoy fuqarolarining harakatini josuslikqa bog'lishi diqqat qo'zg'adi. Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasining qayd qilishicha, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining uqtirishida Sharq Turkistondagi Xanshou ismli bir Xitoy xodimining 2019-yili chet el agentligini 19 material bilan ta'minlab 120 ming yuan pul olganligi, Shangjindagi bir maslahatchilik shirkatining Lifa milliy xodimining bir chet el ommaviy tashkilotini Xinjiangga oid uchurlar bilan ta'minlaganlik uchun jazolanganligini bildirgan. Uqtirishda Xanshouning 11,5 yillik muddatli qamoq jazosiga kesilganligi qayd qilingan bo'lsa-mu, lekin Lifa milliy Xitoy fuqarosining qanday jazolanganligi tilga ilinmagan. Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining uyushtirishi bilan yaqinda Indoneziyaning Medan shahridagi Muslim Nusantara Al-Vashliyah universitetida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida doklad berish yig'ini o'tkazilgan. Yig'indagi nuqtaliq so'zligchilar mazkur universitetning mudiri professor Hardi Mulyono Surbaxti, Al-Vashliyah jamoatining raisi doktor Masihurul Xamis apandi va Malayziya Abim Islom yoshlar tashkilotining muavin raisi Xayrul Anvar apandi bo'lib, mazkur universitetning mudiri qilgan so'zida Uyg'urlar tortayotgan zulmni yengillatishning o'zlarining vazifasi ekanligini ta'kidlagan.
Mazkur universitetning mudiri professor Hardi Mulyono Surbaxti әпәндім yig'inda qilgan so'zida Qur'ondan oyatlarni dalil keltirib mundaq degan: Biz Uyg'urlar bilan din, e'tiqod va insoniyat nuqtasidan qarindosh. Ularning tortayotgan azobi bizning azobimiz. Uyg'urlarning ustidagi azob oqibatni yengillashtirishmi bizning majburiyatimiz. Biz Uyg'ur masalasini burunmi o'quvchilarimizga anglatgan edik. Mana bugunmi xalqaro faoliyat o'tkazyapmiz. Buning jamoat fikri paydo qilishda foydasi zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrisning aytishicha, Malayziya Abim Islom yoshlar tashkilotining muavin raisi Xayrul Anvar apandi Islom hamkorlik tashkiloti yoshlar yachekisining Indoneziya sho'basi mas'uli Astrid Nadia Rizqita xonim va Amerika Teksasdan kelgan Uyg'ur tadqiqot markazi mutaxassisi Hazratili Hoshir qatorliq mutaxassislar 4-oyning 1-kunidan 13-kunigacha Indoneziyadagi 5 cho'ng universitetda Uyg'urlar to'g'risida leksiya bergandan sirt cho'ng masjidlarda musulmon jamoat Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyatini anglatgan. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida musulmon davlatlarning hech qaysisi Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikni ayblamagan bo'lib, Indoneziyami shuning ichida edi. Shunga musulmon davlatlari jamoatiga bo'libmi Indoneziyada Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan masalalarni ko'plab anglatish zarur deb qaralmoqda. Amerikaning yaqinda oshkorlangan maxfiy hujjatlardan Xitoyning Rossiyani halqiliq harbiy yordamlar bilan ta'minlamoqchi bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Washington Post gazetining bu maxfiy hujjatlardan naql keltirib bergan xabarida Xitoyning bu yilning boshlari Rossiyani halqiliq harbiy yordamlar bilan ta'minlashga qo'shilib, bu harbiy yordamni ommaviy lavozimat degan nomda yo'tkashni planlaganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu hujjat Amerikaning yaqinda oshkorlanib ketgan zo'r miqdordagi maxfiy istixborot hujjatlarining bir qismi ekan. Washington Post'ning aytishicha, Amerika Xitoyning Rossiyani harbiy yordam bilan ta'minlashga qo'shilganligi haqidagi bu uchurga Rossiya tashqi istixborot idorasining yoshirin anglash orqali erishgan ekan. Rossiya tashqi istixborot idorasining maxfiy dokladida Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetining Rossiyani qadam bosqichda qoldi qurol-yarog' bilan ta'minlashga qo'shilganligi, lekin buni maxfiy tutishni talab qilganligi qayd qilingan. Washington Post'ning aytishicha, bu hujjatga Amerika Markaziy axborot idorasi CIA'ning direktor ishxonasi tarafidan yuqori darajadagi maxfiyatlik deb belgi qo'yilgan ekan. Xabarda yuqori darajalik bir Amerika hukumat amaldorining hozirgacha Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' yoki halqiliq yordam bilan ta'minlaganligiga oid biror dalil ko'rib boqmaganligi, lekin Xitoyni davomli yaqindan kuzatadiganligini aytgan. Amerika Markaziy istixborot idorasining boshlig'i William Burns bu hafta Amerikadagi Baker institutida qilgan so'zida Rossiya 2022 yil 2-oyda Ukrainaga hujum qilgandan boshlab bargancha Xitoyga tayinlagan bo'lib qoldi. Rossiya balkim Xitoyning iqtisodiy mustamlikasiga aylanib qolishi mumkin degan. Bu yil 2-oyda Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burnsni o'z ichiga olgan yuqori darajalik Amerika hukumat amaldorlari agar Xitoy Rossiyaning Ukrainaga urushni qurol-yarog' bilan ta'minlasa, buning oqibatining ig'ir bo'lganligini ogohlantirgan. Ma'lum bo'lishicha, agar Xitoy Rossiyaga rasmiy yordam qilsa, Amerikaning buningga chetishli Xitoy shirkatlarini qattiq jazolashi mumkin ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.